Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Internetda pul ishlashga qiziqadiganlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Bu galgi videoroligimizda sizlar bilan yangi dasturni ko'rib chiqamiz. Vinore degan dastur. Dasturimizni kommentariyada bo'ladi do'stlar, o'tib bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Dasturdan ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Shunchaki Google email orqali ro'yxatdan o'tishlaring mumkin bo'ladi. Biz bu yerda nima qilishimiz mumkin? Vazifalar bajarib, vопросlar, o'yinlar o'ynab pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Играйте bo'limidan turli o'yinlarni yuklagan holda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda barcha o'yinlar bor, o'zining vazifalari bor, yozib qo'ygan dastur yo'nalishlari bor. O'shanga qarab o'zingiz o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Вопрос bo'limidan turli so'rovlarga javob berib ishlashingiz mumkin. Bu yerda reklama ko'rib ham ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Biz o'yindan $7 $100 ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Barcha o'yinlarni ko'rib turibsiz. O'yinlar juda ham ko'p do'stlar. Bu yerdan xohlagan o'yiningizni yuklab olib ishlatsangiz bo'ladi. O'yinlar mana bu ko'p pul beradiganlari qiyin do'stlar. Shunisiga ham e'tiborli bo'lasiz. Bir oy davomida o'sha qanchadir urovniga chiqishingiz kerak, 73. Do'stlar, bunda 5000 metrgacha chuqurlikka tushishingiz kerak ekan. 30 kun davomida o'ynashingiz mumkin. O'sha davom ichida bu ham xuddi shunday. Bunda ham 5000 metr. Mana shu tarzda o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Hozir bizning hisobimizda 20 sent bor. Pastda bo'limlari bor do'stlar. Zadaniya bo'limidan kerakli bo'lgan zadaniyalarni bajarib ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda Timi Valet bo'limi ham bor. Bu bo'limda juda ko'pchilik bilsa kerak. So'rovlar bajarib, yaxshigina ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bir pointimiz $1 ekan do'stlar. Timi Valetdan do'stlar turli o'yinlarni yuklab, o'ynab ishlab olsak bo'ladi do'stlar. Bunda ishlamayman deganlar bo'lsa, mana bu yerda Clicks bo'limi bor. Shu bo'limda so'rovlarni bajarib ham ishlashimiz mumkin. Bu yerda bular o'yinlar do'stlar. Asosan bu dasturdan o'yinlarni yuklab, so'rovlarga javob berib ishlaymiz do'stlar. Pul chiqarish bo'limi do'stlar. PayPal'ga $3, turetskiy kartaga $4, Binance elektronniy pochta. Binance'ga ham chiqarishimiz mumkin ekan, 0.50 sent ekan do'stlar. USDT'ga ham chiqarishimiz mumkin, BEP20 adresiga $10. Tronda ham chiqarishimiz mumkin ekan, $5 ekan do'stlar. Eng asosiysi FalsetPay'ga ham chiqarishimiz mumkin do'stlar. 50 sent ekan. Bu yerga FalsetPay'ga ulangan email adreslarini kiritishlaring kerak va bu yerga summani kiritasizlar do'stlar. Asosiysi minimal kasbasi FalsetPay va Tron ekan do'stlar. Va Binance'ga ham chiqarishimiz mumkin ekan, 0.50 sent.
0.50 sent. Hop, bu yerda chati bor. Chati bor ekan, profil bo'lmingizdan o'zingizni referensiya silkangizni olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar, mana shu yerdan. Hop do'stlar, bonusning kodimiz mana shu. Mana shu kodni kiritsangiz sizga qanchadir miqdorda bonus beradi. Bu kod ham Telegram kanalimizda bo'ladi va Telegram kanaliga ham tashlaymiz. Video ostida ham kommentariyada bo'ladi do'stlar. Xohlovchilar bo'lsa mana shu kodni kiritib ham bonus olishlari mumkin. Hop do'stlar, hozircha shu do'stlar. Dasturni barchaga taklif etaman. Ishlab qolish kerak do'stlar bunday dasturlardan. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Barchangizga rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videolikda ko'rishguncha do'stlar.